keyingi amaliy darsimizga o'tishga harakat qilamiz. G'o halqumimizning demak og'izga yaqin qismidan va tilimizning shu orqasi o'sha yerga ishg'alanishi bilan talaffuz qilinadi. Mana bunday rasmda ko'rib turganimizdek, bunda demak isti'lo sifati bo'lganligi uchun tilimizning orqasi ko'tariladi. Natijada yo'g'on talaffuz qilinadi va ustida fatha kelganda ham g'o deb talaffuz qilinadi. G'a deb aytilmaydi. G'o, g'i, g'u. Mana shunday talaffuz qilinadi. Demak, hozirgi arab so'zlashuvida g'a, xa deb talaffuz qilishlar uchraydi. Shuning uchun bu Qur'ondagisi g'a deb talaffuz qilinmaydi. Isti'lo bo'lganligi uchun g'o deb yo'g'on talaffuz qilinadi. Va bunda talaffuz qilishda kuzatilishi ehtimoli bo'lgan xato g'ni qattiq qirilmaslik kerak. Masalan, g'o, g'i, g'u deb qattiq aytilmaydi. Ohistalik bilan g'o, g'i, g'u deb talaffuz qilinadi. Va ayni paytda yo'g'on qilaman deb g'o deb o'ga moyil ham qilib qo'yishlik uchrab turadi. G'o yo'q, bunday emas, balki g'o, g'om, g'om, demak g'om bo'lmaydi va mimning bayniyasiga e'tibor qaratamiz. G'om ham emas, g'omi bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. G'om, g'obi, baning qalqalasiga e'tibor beramiz. G'obi, g'il, lomning bayniyasiga e'tibor beramiz va ayni paytda g ga ham. Demak, g'oyinga kasra kirganda bunda itboq degan sifat yo'q, faqat isti'loning o'zi. Shuning uchun kasra kirganda buni yo'g'onligi qisman ketadi. G'il, mana shunday talaffuz qilinadi. G'il. Bu yo'g'on harf edi-ku deb g'il deyilmaydi. G'il, balki g'il. G'ayru, g'ayru. Yoning rahova sifatiga e'tibor beramiz va roning yo'g'onligiga e'tibor qaratamiz. G'ayru deb tez o'tilmaydi. G'ayru. Bag'lu, bag'lu. Demak, bu yerda kuzatilish ehtimol bo'lgan xato ba ingichka, uni ingichka qilaman deb bag'lu bo'lmaydi. Bag'lu, balki bag'lu, g'o yo'g'on. Bag'lu. Farg'u, farg'u bo'lmaydi. Farg'u, g'o yo'g'on. Farg'u. G'obi, g'obi. G'obi, g'obi. Qalqalaga e'tibor qaratamiz. Mablagh, mablagh. Baning qalqalasiga va g'oyinda demak rahova degan sifat bor. Bir muddat mahrajda sirg'alishini bildirishimiz lozim. Mablagh. Bu yerda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato mablagh, o'zbek tilimizga o'xshab mablagh bo'lib qolishi mumkin. Og'zimiz yoyilgan holatda, balki og'zimizni to'ldirib yo'g'on. Mablagh. Mag'rib, mana bu yerda ham mag'rib, mag'rib bo'lmaydi. Balki mag'rib. R ingichka, baning qalqalasini bildiramiz. Va ayni paytda shuni aytish lozimki, g'oyinni yo'g'on qilaman deb zammaga moyil qilib qo'yish holati ham uchrab turadi. Undan ham ehtiyot bo'lishimiz lozim. Mag'rib bo'lib qoladi. Mag'rib. Balki sukun qilamiz. Yo'g'on qilamiz, sukun qilamiz. Mag'rib. Ig'lib. Ig'lib. Ighfir. Ighfir. Ishtaghala. Shin rahova. Ishtaghala. Ishtaghala bo'lmaydi. Ishtaghala, balki harakatlarga ham e'tibor qaratamiz. Ishtaghala. Yashtaghilu. Istaghfara. Demak, sinda rahova bor, g'oyinda rahova bor. Shu sababdan ikkalasi ham bir xil muddat talaffuz qilinishi kerak. Istaghfara bo'lmaydi, sinda tez o'tib, g'oyinda sekinroq o'tilmaydi va aksincha sinda sekinroq o'tib, g'oyinda ham tez o'tib ketilmaydi.
istag'faro ham bo'lmaydi, balki istag'faro. Istag'faro. Bu yerda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato yana istag'faro bu, ya'ni ta'ni ingichka qilaman deb og'zimizni yoyamiz va o'sha yoyilgan holatda g' ni talaffuz qilsak ingichka bo'lib qoladi. Istag'faro yo'q, balki istag'faro va sukunini bildirib, roxavasini bildirib o'tishimiz kerak. Istag'faro. Yastaghfiru. Bu ham xuddi shunday. Yastaghfiru. Bir chetdan talaffuz qilamiz. G'o, g'i, g'u, g'om, g'ob, g'il, g'ayru, bag'lu, farg'u, g'ob, g'ob, mablagh, maghrib, ighlib, اغفر اشتغل يشتغل استغفر يستغفر